Assalomu alaykum akalar. Mana shibyonkamizni yuklanish jarayoni. Ko'pchilik aytadi 10 kub olib kelmaydi deydi. Mana shibyenimiz, mana shu kovushimiz 3 kubali akalar. Shunda mana çok qilib olinsa 3 kubi oshiqroq ham chiqyapti mana. 3 kubi oshiqroq ham chiqyapti mana. Çok sinib hisobiga. Ko'ringlar hozir mana. Yo'qmi 10 kuba boryapti akalar. Kimga shunaqa shibyen xizmatlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Qo'qon Uchko'pir atroflariga 1 million so'm, 1 million 50 so'mdan yetkazib beryapmiz. Shibyenimiz nayin, sifatli. Shibyenimizni hisobi yo'q. Drabilkalarimiz ishlab tursa bo'ldi akalar. Mana ko'rasizlar, hozir keyingi yuklanish jarayonini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Oldiga o lis qo'shilgan mana. Ko'shikda oldiga lis qo'yishilgan. Mana lisini ham ko'rishingiz mumkin. Sog' bo'lasizlar.